Assalomu alaykum, Donorbek dev YouTube kanali a'zolari. JavaScript'da darslarimizni davom etkazamiz. Bugungi darsimizda booleans va components haqida gaplashib chiqamiz. Boolean ko'rsatdik. Bizda nima edi bu? Primitiv data tiplaridan bittasi, ya'ni boolean haqida gaplashib chiqamiz. O'tgangi safargi darslarimizda booleanlarni ko'rdik, true false qaytaradi deb gaplashib o'tdik. Endi bu darsimizda to'laqonli shu booleanlarga bag'ishlaymiz darslarimizda. Boolean nima? Boolean bu faqat ikkita qiymat qaytaruvchi ma'lumot turi. True, rost, false nima? Yolg'on. Ya'ni shuni ko'chirib oladigan bo'lsak, yozib o'tiramiz va Ctrl C va konsol logida bularni ishlasam is online va konsol logida is login. Bularni konsol logida ko'radigan bo'lsam, mana true va false. Ya'ni true va false qiymatlarni qaytarib beryapti bizga. Xo'p, true rost ekan, false yolg'on. Xo'p, keyingilarni ko'ramiz. Boolean qiymatlarini anglatuvchi qiymatlar. Ya'ni shu boolean qabul qiluvchi, ya'ni true yoki false qaytaruvchi qiymatlarni ko'rib chiqadigan bo'lsak, qaranglar. Xo'p, bizda false in JavaScript bor edi, oldin ko'rsatganmiz. Mana bu darsimizga ham yetib keldik. Qaranglar. False bo'lmagan har qanday qiymat true qiymat qaytaradi. Ya'ni false qiymatlarni yodlab olsang bo'ldi. Shulardan tashqari hamma qiymat bizda true qaytaradi. Ya'ni shularni ko'rsa JavaScript false qaytaradi xolos. Bular null, undefined, false, none, null, minus null, null har qanday darajasi bosh string. Ko'rdingmi? Xo'p, endi biz ko'radigan bo'lsak, boolean deymiz ekan. Xo'p, konsol logida yozib ketamiz. Buni birato'la boolean. Xo'p, misol uchun 1 desam, bu nima qaytarar ekan? Tepani shunday o'chirib olsam 1. Ko'radigan bo'lsak nima ekan? True. Xo'p, ikkinchisini ko'ramiz. Konsol log boolean. Xo'p, misol uchun string ichida Donorbek. Xo'p, shunaqangi narsalar kelib qolsa nima qaytaradi? True. Ko'ryapsizlar? Keyingisi, agar biz false qiymatlarni aytdik, boolean misol uchun 0 dedik. 0 nima ekan? False. Ko'ryapsizlar? Misol uchun bosh string nima dedik? False. Ko'ryapsizlar? Yana nima dedik? Null. Nima ekan? False bu ham. Undefined. Nima ekan bu ham? False. Xo'p, keyin yana nimalar bor edi bizda? Yana ko'radigan bo'lsak, false o'zi ham false qaytaradi. None. Keyin not a number degani bu. None ham beradigan bo'lsak, bu nima qaytarar ekan bizga? False. Ko'ryapsizlar? Shu holatlar, ya'ni false qiymat qaytarmagan har qanday qiymat nima ekan? True. Misol uchun ko'radigan bo'lsam, yana boolean ichida o'sha bu joyga yozishim mumkin. Nima deb yozsam bo'ladi? Raqam yozsam bo'ladi. Xohlasam stringda raqam yozsam bo'ladi. Mana bu ham true. Ko'ryapsizlar? Xo'p, keyingisiga o'tamiz. Biz endi components taqqoslash operatorlari. Bularni ko'rib chiqqandik, yana bir qator ko'rib, sizlar bilan buni mustahkamlaymiz. Ya'ni true va false qaytaradigan qiymatlar shu componentlar deyiladi. Bular taqqoslash operatorlari. Xo'p, ikkitalik tengmi, uchtalik teng, unda ularni ham ko'rgandik. Bularni hammasini hozir bir qator ko'rib chiqamiz. Birinchi o'rinda ikkitalik tengni ko'radigan bo'lsak, a teng misol 10. Xo'p, let b teng 12. Xo'p, konsol logida ko'ramiz. A tengmi b ga deyapti bu joyda. A tengmi b ga. Hozir nima bu? Yolg'on, chunki teng emas. Shunda nima qaytaradi bizda? False. O'tib qarasam, nima qaytaradi bizda? False. Ko'rdingizmi? False qiymat. Xo'p, ikkitalik bilan uchtalikning farqi nima edi? O'ylab ko'ringlar. Xo'p, o'ylagan bo'lsangiz yaxshi. Hozir true qaytaryapti, to'g'rimi? Xo'p, endi stringda 10 bersam-chi, bunda ham true. Agar buni uchtalik qilib qo'yadigan bo'lsam, nima qaytaradi menga? False. Chunki nima qiladi? Uchtalik teng, ikkitalik teng nima degandik? Faqat qiymatini tekshiradi. Xo'p, uchtalik tengchi. Ham qiymatini, ham nimasini? Data type'ini tekshiradi. Ko'ryapsizlar? Uni data tipi nima? Number, buniki string. Shuning uchun bu joyda false qaytardi bizga. Xo'p, bu ham tushunarli bo'ladigan bo'lsa, keyingisi teng emas. Xo'p, bular qanaqa ishlaydi? Bularni yana bitta store qilib tushuntirib ketadigan bo'lsam, xo'p, teng emas. Misol uchun bittaligidan boshlaymiz. Mana a b ga bu unda nima qiladi desangiz, false ni true qo'yadi. Agar bizda true keladigan bo'lsa, bunda nima qo'yadi ekan? False. Ya'ni teskarisiga aylantirib beradi bu. False true'ni false qo'yadi. False esa true. Hozir a b ga tengmi? Bu bittalikda
rostdan teng bu. Va bu bilan nima bo'ladi? Hozir bu yo'q bo'lganda true chiqardi, endi narigi borligi uchun false chiqadi. Mana ko'rsak false. Ko'rasizlar? Xo'p, agar 3 tali qiladigan bo'lsak, true. Chunki nimaga? Bu endi 3 tali bo'ladi, ya'ni 2 talik va bu bitta bilan, ya'ni 3 talik, ya'ni qat'iy tekshirishga o'tib ketadi va bu ikkovi nimayu? Hozir teng emas va buni qo'shgan holda bu true qaytaradi, ya'ni teng qaytaradi. Shu holatlarda foydalanishimiz mumkin. Bular ozgina tushunarsiz bo'lishi mumkin, lekin ozgina o'ylab ko'rsangiz, buni qanaqa ishlayotganini tushunib olasiz. Xo'p, katta va kichik belgilari bor bizda. Xo'p, katta va kichik belgilari bor. Xo'p, A kattami B'dan deyapmiz endi. Buni ko'paytirsak ham bo'ladi, 12. A B'dan kattami? Yo'q. Chunki katta emas, false. Endi buni bu ko'rinishda yozishimiz mumkin. A B'dan B A'dan kattami? Ha, katta. Mana true. Ko'rasizlar? Katta va kichik. Xo'p, katta yoki teng, kichik yoki tengni ko'rib chiqamiz endi. Xo'p, bu jotiga yozadigan bo'lsak, birinchi shunday turibdi ekan, shunday ketsak. Xo'p, A B'dan kattami? Ha, katta. Endi misol uchun teng qiladigan bo'lsak, 10. A B'dan kattami? Yo'q. Birinchi tekshirishda katta emas, lekin bizda ikkinchi tekshirish ham bor. Xo'p, ikkinchi tekshirishimiz nima? A B'ga tengmi? Ha, teng endi. Mana ishlayapti, ko'ryapsizlarmi? Agar buni kichikroq qilib qo'ysam, A B'dan kattami deyapti. Birinchi buni tekshirgan holatda uje bu false. Ikkinchisiga o'tib ham o'tirmaydi, mana false. Ya'ni tengligini tekshirib ham o'tirmaydi bunda. Xo'p, endi bu holatini ko'radigan bo'lsak, A B'dan kattami? Ha, katta. Endi bu holatni ko'rsak, A B'dan kattami? Yo'q, katta emas, mana false qaytaryapti. Endi tengmi? Bu holatda A B'dan kattami? Yo'q, katta emas. Keyin endi ikkinchi holatda tekshiradi. A B'ga tengmi? Ha, teng. Endi bu true qaytaryapti. Ko'ryapsizlar, shu holatlarda ishlatishimiz mumkin. Xo'p, bu joyda misollarimiz bor. Bir qator ko'rsalar bo'ladi. Endi eslatma. Shu joyda sizlarga bir eslatma qoldirsam, har doim 3 talik teng ishlating yoki bu ko'rinishda undaqda ham undaq qo'yib turib va 2 talik tengdan foydalaning, bittaligidan emas. Chunki ular tipini ham solishtiradi. Bu esa xatolik saqlashga olib keladi. Ya'ni xatolik kamroq yuzaga keladi. Biz nima ekan? Yo 3 talik, 2 talik emas, 3 talik ishlatamiz ekan va undaqlikda ham 2 taligini ishlatamiz, bittaligini emas, tenglikda. Xo'p, bu darsimizda ko'rib chiqdik. Boolean va komponentlarda video yoqqan bo'lsa, like bosib, kommentlar yozib, do'stlaringizga share qilib ulashib qo'yasizlar. Xo'p, Telegram kanallarimizga ham obuna bo'lib qo'yinglar. U joyda har xil qiziqarli postlar, IT ga oid postlar chiqib turadi. Telegramga kirib Doniyorbek deb qidirsangiz, unda ham bizni shu Telegram kanallarimiz chiqib keladi va u joyda ma'lumotlarni o'qib, sizlar uchun qiziqarli narsalarni o'qib borishlaringiz mumkin. Hop, bugunga bizda shular, kodlarni yozib, o'zlarining ustlarini qayta ishlab, yana ko'proq ma'lumotlar olishlaringni so'rayman. Bularni yodlab olsalaring yaxshi bo'lardi. O'zingizga ancha foyda. Hop, keyingi darsda ko'rishguncha sog' salomat bo'linglar.